Bu Jo'xa. U yuk mashinasi haydab kun kechiradi, ya'ni pul topadi. Uyi ham juda ham kichkina, ya'ni bir xonali uyda yashaydi. U esa kun kelib boy bo'lib ketishini xayoliga ham keltirmagandi. Ammo shunday bo'ldi. Xullas, videoni oxirigacha tomosha qiling. Ertalabdan kompyuter ishlab o'tirishim noto'g'ri, ammo ertalabdan yangiliklarni o'qsam, hammasidan xabardor bo'laman va quyosh hali endi chiqyapti ekan. Mani uyimni balkondan ham pastga tushsam ham deyarli quyosh chiqishi ham va boshqa narsalar ham ko'rmayman. Chunki balkon binolar juda ham ko'p, domlar, balkonlar deb adashib ketman, uzr. Xullas, bugun nimadir ish qilishim kerak, pul topish kerak albatta. Buning uchun albatta ish topish kerak. Tak. Bu yotoqxonam, aytgan sizlarga uyimni tanishtirib o'tmoqchiman. Bu yerda bitta shkafim bor, bu yerda yotoqxonam, juda ham kichkina xona ko'ryapsizlar va bu yerda bitta muzlatkich, bu yerda gaz plita, idish yuvgich hamda bitta shkafcham bor. Bu yerda ham, bu yerda esa stol. Tamom. Bu yerda bitta balkonim bor. Juda ham kichkina uyda yashayman va quyosh chiqqandan so'ng menga ko'rinar ekan. Hech e'tibor qilmagan ekanman, lekin qo'yib qoldim, chunki doim uyga o'tirmayman. Ish topish uchun ko'chaga chiqib ketaman va pul topish harakatida bo'laman. Menda bitta yuk mashinasi bor va yuk mashinasida doim yuk ortib yuraman. Mana bu yuklar bor, bularni egasiga yetkazib berishim kerak, ammo egasi telefon ham qilmayapti, so'ramayapti ham, balki egasiga kerak emasdir, balki ichida musor bordir, menga musorni ortib qo'ygandir. Lekin hayronman, to'g'risini aytsam. Qishloqimiz juda ham ajoyib. Bu yerda futbol stadioni bor. Zerikkan vaqtim kirib shu yerga futbol o'ynab turaman. Men doim varatabon vazifasida bo'laman, chunki varatada juda ham yaxshi turaman va do'stlarim ham aynan varatada turishim uchun futbolga chaqirishadi. Menga futbol juda ham yoqadi. Eng zo'r o'yinlardan biri desam ham bo'ladi. Terma komandamiz jahon chempionatiga chiqqandan so'ng esa bundan-da futbolga qiziqishim ortgan. Hozir chaqirishsa hamki futbol o'ynashga nima desam ekan, yo'q demayman. Tak ko'p gapirib o'tirmay, ishni ko'rish kerak, pul topishim kerak. Mashinamni biroz orqaroqqa olib, keyin o'ng tomonga burib ketaman. Tak nima ish qilishimni sizlarga aytib o'tdim, ya'ni yuk tashiyman. Hozir esa mana bu mashinamni ustiga ortilgan yuklarni egasini uyiga yetkazib berishim kerak. Balki egasiga kerak emasdir, yoki egasi shunchaki qiziqmay qo'ygan bo'lishi ham ehtimollar nazariyasidan bilib olsak bo'ladi. Chunki ehtimollar nazariyasi juda ham stop, bu kim edi? Do'stimmi? Mana aytgan mashinani to'xtatay. Do'stim bilan gaplashib ketmasam bo'lmaydi. Tak, tushamiz. Assalomu alaykum Rustam, yaxshimisan? Va alaykum assalom, Jo'xa, qalaysan? Yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Bo'ladi, rahmat. Qayerga ketibsan? Ishga doimga pul topishim kerak, bilasan. Shunday qilib yurasan, pul topaman deb. Nima qilay endi? Halol mehnat, aybi yo'q. Yaxshisi bitta chotki biznes bor. Bitta avtosalon bor ekan, 150 ming dollar. O'shani sotib ol. Menda 150 ming yo'q. Unda o'ylab ko'ramiz. Tak, mashinani sotsakchi, 90 minglar atrofida oladi. Menda 80 ming dollar pul bor, senga qarzga beraman. Xullas, pul ortib ham qoladi. Xullas, meni uyimga mashinangni qo'yib kel. Mayli. Tak, demak, mashinamni Rustamning uyiga qo'yib kelaman. Rustam esa o'zi sotar ekan mashinamni. Juda ham ajoyib. Kutmagandim bunaqa bo'lishini. Va men mo'maygina daromad olishim mumkinligini hech qachon o'ylamaganman. Faqat meni hayolimda bo'lgan narsa, mana shu yuk mashinasini haydab yuraman va bor yo'g'i kuniga 10 dollar atrofida pul topaman deb o'ylardim. Ammo nima desam ekan, avtosalon olganimdan keyin bilmadim. Balki juda ham ko'p daromad olarman, balki kam. Unisini bilmadim. Rustamning uyi mana shu tomonda adashmasam, biroz o'ngroqqa burib bormasak bo'lmaydi. Mana bu yerda politsiya idorasi bor. Agar politsiyachilar xato haydayotganini ko'rib qolsa, Rustamning uyiga mashinamni yetib qo'ydim. Menimcha Rustamni o'zi xarid qilsa kerak mashinamni. Yana ham bilmadim. So'rab ko'rish kerak Rustamdan. O'zi oldimi yoki birovga sotmoqchimi yoki balki ish uchun mashinam kerak bo'lib qolgandir unga. Mashinamni uying Rustam shu yerda kutib turganmiding? Jo'xa, qo'yib keldingmi mashinangni? Qo'yib keldim. Xullas, mana bu 150 mingni ol. Mashinangni men sotib olaman va men 80 ming o'zimdan senga qarz sifatida berdim. Avtosalonga borasan, savdo qilasan, sotib olasan. Pul ishlaganingdan so'ng qaytarasan. Ishlamasang kerak emas, jigar, men roziman. Men o'ng tomonga borgandan keyin yana o'ngga burilasan, o'sha yerda korotchi bor, avtosalon egasi bilan kelishasan. Hozir senga telefon beraman, o'sha telefon bilan gaplashib turamiz. Mana telefon senga keyin hozir men chet eldan korotchi avtomobillar zakaz qilaman, keladi, keyin sotasan.
Aha, mayli, men ketdim. Unda o'ng tomonda avtosalon bor dedi. Shaharimiz juda ham chiroyli bo'lib boryapti kundan kunga. Bilmadim, balki yashil makon doirasida mana bunaqangi, xullas, nima desam ekan, o't o'simliklar ekildi, xullas chiroyli qilindi. O'shaning uchun balki shunaqa bo'layotgandir va adashmasam mana shu avtosalon bo'lsa kerak. O'ng tomonda edi, lekin bu avtosalon emas, qamoqxonaga ko'proq o'xshayapti. Yon atrofi o'ralgan. Menimcha bu xavfsizlik uchun qilingan bo'lsa kerak. Bu yerda esa bekat. Nimaga bekatga o'tirgich qilinmagan, ya'ni stol qo'yilmagan? Hayronman. Sotiladi, bilamiz. O'sha sotilishini bilib turib shu yerga keldim. Lekin bilmadim qanday kiraman. Eshik yopiq ekan. Eshik odatda avtosalonda ochiq bo'lishi kerak edi yoki boshqa narsamikan. Hayronman. Bu yerda esa qanaqadir bu yerda oshxona bo'lsa kerak. Hayronman. Rustamga telefon qilsammikan? Yaxshisi, mana bu richak nimaga qo'yilgan? Shu mana shu ochish uchun qo'yilgan-ku. Men nimaga shu xayol surishni ko'rmayapman. O'zimga hayronman. Ichkarida ham va bu tomonda ham va bu tomonda ham richak bor. Hayronman. Nimaga buncha richak qo'yib tashlashgan? Bu yerda men uyim ko'rinar ekan. Sizlarga ko'rsatib o'taman uyimni. Ana temir bilan nima qilingan, nima edi? Короче, hozir yaqinlashtirib ko'rsataman sizlarga. Mana shu pod'ezd, balkon, mani balkonim. Qani edi? Mana shu balkon, mani balkonim. Balkonimdan ko'rinar ekan, juda ham ajoyib. Menga yoqdi. Mana shu avtosalonni sotib olgandan so'ng uyimdan qarab o'tirsam bo'ladi. Klient kelsa, straza uydan shuna tushaman-da, mendan yugurib kelib eshigini ochib, короче, kirsam bo'ladi. Bu yerda esa parkovka uchun joylari bor ekan. Juda ham ajoyib ekan. Endi avtosalonning egasini topib gaplashishim kerak. Bilmadim egasi qayerda. Mana edi. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Короче, men avtosalonni sotib olmoqchi edim. Ya'ni sotiladi degan ekansizlar. Albatta sotiladi. Narxi $150,000. Keling, siz bilan bu yerni tanishtirib chiqaman. Xullas, bu yerda katta panoramali eshigimiz bor, ochilib yopiladi hammasi. Bu yerda esa zapravkamiz bor. Mana bu sandiqda idishlar bor benzin olish uchun. Bu yerda esa parkovka qilish uchun joy. Va bu yerda kassa hamda mehmonlar uchun joy bor. Xullas, juda ham ajoyib bo'lgan avtosalon desam ham bo'ladi. Mana sizga $150,000. Bo'ldi. Hozir men boraman-da, notariusdan sizni nomingizga o'tkazaman. Ismingiz nima? Johauz nomiga o'tkazsangiz, menimcha zo'r bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir boraman-da, sizni nomingizga xatlov qilaman. Ya'ni avtosalon endi sizniki. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Juda ham ajoyib avtosalon. Sizga omad tilayman. Bo'ldi, gap yo'q. Rostdan ham juda ham ajoyib bo'lgan avtosalon ekan. Bu yerda oynalar mana bunaqangi tarzda qo'yilgan, lekin qora oynaga o'xshagandi. Buni yonidan qarasak, ko'ryapsizlarmi? Aks sado ko'rsatar ekan, ya'ni lekin zoom qilsa ko'rinmay qolar ekan. Ya'ni aks ta'sir bo'lar ekan, tilim aylanmay qoldi. Bu yerda mehmonlar uchun joy, bu yerda bemalol o'tirib suhbatlashib o'tirishsa bo'lar ekan. Ya'ni navbat kutish mumkin agar navbat bo'lib qoladigan bo'lsa. Bu yerda zapravkalar, ya'ni benzin qo'yish uchun. Bu yerda katta eshik bor ekan, hammasi ochiq. Hammasi birdan ochib yopilar ekan. Juda ham ajoyib ekan. Bu yerda mashinalar taxlanib turadi. Bu yerda esa klientlarning mashinasi yoki bu yerga ham mashina taxlab qo'ysam bo'ladi. Ichkarida esa kassa bor deyishdi. Kassani ichiga kirib, kassani ham tekshiramiz. Tak. Bu yerda shkaf, bu yerda ham shkaf, bu yerda ham va bu yerda ham shkaf. Mana bu yerda ham ikkita shkaf bor ekan. Bularga adashmasam pul solib qo'yish uchun qilingan. Bu yerda bitta o'zim o'tirishim uchun va bu yerda qanaqadir homiylar, hamkorlar o'tirishi mumkin. Ya'ni misol do'stim Rustam kelib o'tirishi mumkin, chunki 50% pulni u beryapti. Men esa bor yo'g'i $70,000 berdim. Ya'ni mashinamni berdim. Mashinamni esa u sotib pulini o'ziga oladi. Balki undan-da qimmat narxga sotar, balki o'zi 150 mingga sotar u mashinani. Hayronman, lekin men sotganimda juda ham arzon narxga sotardim. U esa mashina sotish bilan ancha vaqtdan beri shug'ullanib kelmoqda. Yon atrofida boshqa hech qanaqangi binolar va boshqa hech nima yo'q. Endi esa Rustamga telefon qilish kerak. Adashmasam, Rustamga telefon qilgandan so'ng esa u mashina yetkazib beraman degandi. Balki o'zi kelar, kutib turish kerak. Mayli, biroz kutay, balki o'zi kelib qolar, chunki boraman deganini eshitib qolgandim va keladi menimcha. Kirib yaxshisi mana bu kassa xonasida o'tirib turgani ma'qul. Nimagadir Rustam ancha vaqtdan beri kelmayapti, balki kelmasdir, bilmadim. Lekin boraman deganini eshitgandim, ammo ko'rinmayapti. Hayronman. Mana Rustam keldi-yu. Tak, ishga chiqamiz. Keldim do'stim. Keldim. Jo'g'a, xullas mashinaga zakaz berdim. Bittasi esa hozir ko'chaga yetib kelibdi. Yur ko'rsataman senga. Juda ham ajoyib mashina ekan va bundan juda ham ko'p foyda qilsang bo'ladi.
Tak, mana shu mashina xullas kiritib olasam, chet eldan yana 15 ta mashina zakaz qilganman, ular ham asta-asta keladi. Ha, mayli. Aytgancha buni 65,000 dollarga zakaz qilganman. Sen esa buni 105,000 sot, tushundingmi? Ha, tushunarli. Bo'pti, mayli, omading bersin. Ha, tushunarli. O'xdi, 40,000 qoladi. Bitta mashinadan 40,000 qolsa, 2-3 ta mashinadan o'sha pul chiqsa kerak. Stop. Vashshi tez yurar ekan lekin. Haydash qiyin ekan lekin, to'g'risini aytsam. Juda tez yurar ekan. Agar urib oladigan bo'lsam, 105,000 dollar men qayerdan topib beraman? Ha? Yo menga 65. Voy, ozgina qoldi, Voy, nima bo'lyapti? Namuncha. Qiyin ekan uni kiritish. Mana, voy, ketdi. To'xta, ruchnoy. Voy, ruchnoy ishlamay qolyapti. G'alati mashina ekan. Juda g'alati ekan. Tak, orqaga urib olmasam bo'lgani. Orqaga tak bir amallab kiritishim kerak.